Davom etamiz. Bugun poytaxtimizda O'zbekiston va Shvetsiya o'rtasidagi migratsiya hamkorligini mustahkamlashga bag'ishlangan uchrashuv bo'lib o'tdi. Tomonlar qator masalalarni muhokama qilishdi va uchrashuv doirasida migratsiya va mehnat migratsiyasi yo'nalishida qo'shma deklaratsiya ham imzolandi. Hozir shu haqda. Bugungi kunda ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik jadal rivojlanmoqda. Xususan, o'tgan yilda o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 84 million AQSh dollariga yetdi. Bugungi uchrashuvda esa ikki davlat o'rtasida ishchi kuchini legal va shaffof tarzda ta'minlash hamda noqonuniy migratsiyaning oldini olish kabi masalalar muhokama qilindi. Yig'ilishda migratsiya va mehnat migratsiyasi sohasidagi hamkorlik ko'zda tutilgan deklaratsiya ham imzolandi. Tomonlar Shvetsiya va O'zbekiston hamkorligida markazlashtirilgan raqamli platforma yaratish, shved tili kurslarini tashkil etish, qurilish, logistika va tibbiy xizmatlar kabi sohalarda dastlabki loyihalarni boshlash borasidagi tashabbuslar haqida fikr almashishdi. Shvetsiya hukumati uchun noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash masalasi ustuvor yo'nalishlardan hisoblanadi. Biz migratsiya jarayonlarini samarali tashkil etish barobarida yuqori malakali mehnat migratsiyasiga ko'proq e'tibor qaratmoqdamiz. O'zbekiston rivojlanayotgan mamlakatlardan biri. Shu sababli ham bu davlat bilan hamkorlik biz uchun ham manfaatli bo'ladi albatta. Hozirgina imzolangan kelishuv esa ikki mamlakat hamkorligining yana bir yangi bosqichi bo'la olishiga ishonaman. Shvetsiya mehnat bozorida juda katta chiqaruvchi nomi hamma yerga tarqalgan yirik korxonalar bor va bugungi Shvetsiya vazirining O'zbekistonga tashrifi va uning natijasida qo'l qo'yilgan migratsiya agentligi bilan deklaratsiyasi natijasida biz bir narsa kelishib oldik, ya'ni O'zbekistondan Shvetsiyaga yirik shunday korxonalariga, yuqori daromad olinadigan joylarga legal tartibda O'zbekistonning o'zida mutaxassislarini tayyorlagan holatda u yerga ishga joylashtirish masalalar muhokama qilindi va shu bo'yicha biz muhim bir hujjatga imzo chekdik. Ta'kidlanishicha, bugun imzolangan hujjat hamkorlik, axborot almashish va qonuniy migratsiyani qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.